Assalomu alaykum quyoshquvozlar, salomatmisizlar, charchamayapsizlarmi? Anchadan beri video chiqarmayaptim. O'ziga yarasha bir sabablari bor edi. Bugun Global Rabbits Farm fermasiga keldik. Shuni sizlar bilan bir bo'lishkim keldi. Bu yerda fermada noyob qo'yonlar, hammasi chetdan kelgan. 95% qo'yonlar chetdan kelgan. Tailand qo'yonlari. Bunaqa basharasi dumaloq. Kichkina igrushli qo'yonlar hammasi. Niderlandskiy kavliklar. O'zi ham bu fermaga juda katta pul tikilgan. Hozirda nafaqat bolalari O'zbekistonda, Rossiyadan, SNG davlatlardan xaridorlar chiqyapti bolalariga. Alloh barakasini bersin. Xudo xolasa ko'payishsa bolalardan sotishadi. Mana hamma qo'yonlarni Vistivkalardan yuqori ballada sotib olingan. Yuqori ballari bilan. Kastir. Salomat bo'linglar, charchamanglar.